Qirg'iziston Bishkekdan akalar yangi partiyalar yetib keldi akalar. Xudo xolasa videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Chiroyli qilibsizlarga akalar video obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum qo'char ishqibozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun biz sizlar uchun video kanalida Namangan viloyati Namangan tumani o'sha siz bilgan Tepa qo'rg'onchilarni olib boramiz. Akalar videolarimizni yoqsa, bizdan like qilmasanglar akalar ayamaysizlar. Xudo xolasa akalar bugun akamiz Abrorga yangi partiyalar olib keldilar. Erinmasdan oxirigacha ko'p tursangiz chiroyli qilibsizlarga akalar video obzorini qilib beramiz. Mana bundaqa oq yuz variantlarni yetib keldi. Akalar hafta kunimizga bugun seshanba. Boshlangan kunlaring hammalaringga xayrli, barakatli bo'lsin. Kechalarimiz 4-avgust 2026-yil akalar. Xudo xolasa mana bunaqa velikantidan bo'g'ozlardan boqamadagi akalarga bemalol aloqa ochib turasizlar. Xudo xolasa ichida bitta ikkita bo'g'ozlari ham bor ekan akalar. Xudo xolasa erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib akalar yoritib beramiz. Abrorbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi oldingiz. Yaxshi, rahmat. Obunachilar, assalomu alaykum hammaga. Bugunga xudo xolasa yangi partiya keldi. Partiya qilib chiqarib beramiz. Vaqtimiz yetganicha. Ha. Bo'ldi. Xo'p, birinchi partiyamizga soni nechtani bu yerda? Birinchi partiyamizning soni 18 dona. Soni 18 bosh akalar. Xudo xolasa birinchi partiyamizga soni 18 bosh. Zo'rlaridan keldi bugun. Haqiqatan mana zo'rlaridan, haqiqatan orqa boshlari ham nihoyatda chiroyli, go'zal variantlarni yetib kelibdi. Tishi ham hali yosh. Ikki tishdan endi o'tibdi akalar, qaranglar. Metrimiz bormi? Metr ham tashlab ketaylik. Mana orqa boshlari akalar. Mana akalar yerdan balandlik akalar. Bu ham pis turibdi lekin 80 plus ekan. Mana hurmatli obunachilar, xolasa qaysi qo'y yoqsa metgani qilib tashlayverasizlar, pastdan nomerda Telegramlar akalar bo'ladi xudo xolasa. Orqa boshlariga alohida ahamiyat berasizlar. Orqa boshlari mana bundaqa tikka dumba, yormadimba, razvezlari nihoyatda chiroyli akalar xudo xolasa. Mana qaranglar. Soldat bo'lib terilib turibdi. Haqiqiy yuz boshlari ham go'zal mana akalar. Mana qaranglar. Zo'rna boqaman deganlar akalar bugun aloqada bo'laverasizlar. Shasha ko'rinadi qo'ylar. Jonivorlar. Ular bo'g'oz ishkilar borku shular. Bo'g'oz. Mana ikki tish. Ikki tish ekan jonivor. Keling, men bunga ham metr solib qo'yaman. Qo'y. Qo'y o'ta charcha ekan. Yerdan balandlik. Turibdi qo'y. Qo'y pis turibdi. 80 plus ekan. Orqa boshini ko'rsatib qo'ydik. Orqa boshlarim nihoyatda chiroyli akalar, qaranglar. Xolasa o'zim qo'yib olaman degan aka-ukalarga bemalol akalar tavsiya qilamiz. Bitta bozam guli bor ekan, qaranglar. Bozam gulni qaranglar, orqa boshini. Nihoyatda chiroyli, qorin solib qo'ygan ekan. Yerlim ham solib qo'ygan. Abrorbek, bular nima deymiz bo'g'oz qisirligini? Bo'g'ozlari bor Murodjon. Aha. Bo'g'ozlari ham bor. Qisirlari ham bor. 50 ya. 50 kellik akalar, mana shu narsaga olarasizlar. Qo'chqorda akalar zo'ri bo'lsa qo'shib, xudo xolasa, xolasini uzoq yillar olib yuraverasizlar. Abrorbek, mana shu qo'yam nihoyatda chiroyli ekan. Mana shu qo'ydan bir ko'rsataylik obunachilarga. Mana bu qo'yni qarang. Akalar, xudo xolasa ko'rib turasizlar. Oq yuz variantlaridan bor ekan akalar. Ajratsa ko'rinadi mana tomon. Shunday. Uzun ham, uzunligi ham uzun akalar, mana shu qo'ylar. Tishi ham mana 4 tish ekan. 4 tish ekan akalar. Mana qaranglar. Orqa boshini ko'rsatib qo'yaylik. Orqa boshini qaranglar akalar. Orqa boshi ham nihoyatda chiroyli. Uzun qo'y ekan nihoyatda mana. Kelajagi bor. Haqiqat qo'chqorda zo'ri bor degan aka-ukalarimizni bemalol tavsiya qilamiz. Xo'p, bo'ybasi Abrorbek 80 plyusga olishaver ekan. 85 gacha bor. Yeb-ichlarida muammosi yo'q, sinab olgansiz. Muammosi yo'q Murodjon. Bemalol. Bir hafta sinab olishaveradi. Ha, bir hafta sinab bor. Xo'p, xudo xolasa buni Abrorbek narxini nima deymiz narxini buni? Narxini chiqarishyapti bashlar. Narxini endi o'zimiz bilib chiqaraveramiz. 8,5 8 chiqarishyapti. 8 da o'tib beramiz. Shayla qilib. Nech pulga berasiz Abrorbek? 7,5 emas, 74 dan beraman. 7 million 400 ming so'mdan. Soni 18 bosh dedingiz a? Abrorbek 18 boshda bir joyga olgan odamga siz aytgan summa sal qimmatlik qiladi. O'shanga Qo'ylar arziydi ama. arziydi. Lekin hamma narsani xayr sunnati bor. Xayr sunnatini chiroyli qilib bersangiz, shunga qarab telefon qilishadi. Partiyalar ko'p. Ha. Cho'zmaylik. Yengil qilib beraman. 7 million so'mdan olishsin hammasi. 7 million so'mdan. Tanlab olganchi? Tanlavangan pilusi bor. Pilis bor. Degan gapni aytib oldim, Murodjon. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mana mayda gap kerak yo'q. Akalar, xudo xolasa hammasini 18 boshli bir joyga olgan odamga xudo xolasa ichida bo'g'ozlari ham bor akalar. 7 million so'mdan akalar, xudo xolasa uyingizga yetib boradi. Dasturxon qayerga chiqib beramiz?
Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatniy qilaman. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatniy. Uni oyog'iga Kelishilgan. kelishilgan holatda akalar. Bemalol qarshi ko'rasiz, ekrandan nomerlarga uzoq xohlasa, qaysi qo'yyosa, metkani qilib tashlasalaring Telegramdan ishlaringizni akalar bitirib berishadi. Bizni kuzatishda davom eting akalar. Bizda endi keyingi partiya. Bizlar obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bundaqa haqiqiy zo'rlaridan, gazi kuchliklaridan akalar qaranglar. Qo'ydi sifatiga alohida ahamiyat berasizlar. Simjun variantlarda akalar qaranglar. Xohlasa o'zim qo'yib olaman. Zo'rlardan boqaman degan akalarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Qo'ydi yuz boshlariga hamma yo'g'a tonlariga alohida ahamiyat berasiz akalar. Oyoqlari ham stakan yo'q, orqalari mana bunaqa dumba mana bunaqa yorma dumba variantlarda akalar xudo xolasa. Abrorbek, xudo xolasa ikkinchi partiyamiz soni nechta bu yerda? 8 dona soni. Simjun variantlari. Simjun to'kadigan. qo'y boshlari qanaqa Abrorbek? 85 plus minusga olishaveradi. 85 plus minusga olar ekansizlar. Hurmatli obunachilar. Yuzlarini qaranglar, yuzlari tiniq, nihoyatda zo'r. Xo'p, yosh oylar nima deymiz Abrorbek ularni? 4 kishi, 2 kishi, 4 kishi. Tekda Aksariyati 4 kishi. Ha, aksariyat. Aksariyat 4 kishi mana ekan. Xudo xolasa 2 kishi ham bor ekanchilar. Qo'llariga alohida ahamiyat berasiz, qo'llari ham nihoyatda chiroyli, gazi kuchli qo'ylar. Mana akalar. Qaysi qo'y yoqsa, metkani qilib tashlayverasiz, bemalol akalar. Mana uzun-uzun limuzullardan akalar xudo xolasa. Mana o'zim qo'y olaman degan akalarga bemalol tavsiya qilaveramiz mana. Qo'ydi sifatlariga alohida ahamiyat berasiz, sifatlari ham nihoyatda chiroyli. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa qaysi qo'y yoqsa metkani qilib tashlayverasizlar, sizlarga bildirib berishadi. Optimaga olishsa maza qilishadi, bilacha uni. Abrorbek, mana cho'zmaylikda narxiga o'tirdik. Narxi nima deymiz buni? Bularni 7,5 dan o'tib beraman qarang. Ha. 73 dan bo'ladigan narx. Qo'ldagi narx, ha? Bo'ladigan narx. Telefon qilishsa Optimga o'tib berasiz, endi. Ha. Bitta ham, ikkita ham sotaveramiz. Bitta ham, ikkita ham akalar sotib olaveradi, xudo xolasa. Telefon qilsalaring, xudo xolasa metkani qilib tashlasalaring, ishlaringizni bitirib berishadi. Akalar, xudo xolasa ko'p turasizlar. Yana bundan keyin ham xudo xolasa quloq arzon partiyalarimiz bor akalar. Xo'p, xudo xolasa telefon qilaveradi, telefon qilishaveradi, telefon qilib xudo xolasa ishlarni bitirib berasiz. Bitta ham, ikkita ham olgan odamga sotaverasiz. Xo'p, Zo'rlari kelgan. haqiqiy zo'rlardan kelgan akalar, xudo xolasa. Kelib ko'ramiz, akalarga lagasalat tashlab beriladi akalar. Akalar, bizni kuzatishda davom etinglar, bizda endi keyingi partiya. Obunachilar, bizda endi keyingi partiyamizga mana bunaqa xudo xolasa hisorni boqaman degan akalarımizga hisorlarda, haqiqiy zo'rlardan bitta mana bunaqa arashan parodasi ham bor ekan akalar, xudo xolasa. Yerim masa orgacha ko'p tursalang, chiroyli qilib sizlarga akalar video obzorni qilib beramiz akalar. Abrorbek, qisqacha ma'lumotlar o'zingiz berasiz. 4 dona. Aha. Xolasa bo'g'ozidan. Qog'ozda hammasi. Kambag'al bo'y qiladigan variantlar. O'shalar qanaqa Abrorbek bu? 4 ta hammasi. Hammasi 4 ta akalar, qaranglar. Issiq bo'lgani uchun ular kallasini yerga bo'lyapti akalar. Lekin qo'ydi sifatlari nihoyatda chiroyli. Abrorbek, ularda xudo xolasa bo'ybasini nima deymiz bularda? 80 plus. 80 plusda? Boshlari 4 ta, hammasi bo'g'oz. Bo'g'ozni berishgan, bo'g'ozni sotamiz. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, xudo xolasa sifatlari yaxshi, xudo xolasa zo'rlardan boqaman deganlar. Tashtanadan boqaman deganlar. Tushlariga alohida ahamiyat berasiz, tushlari ham nihoyatda chiroyli. Mana quloqlari shalpon quloq, hammasini akalar. Xudo xolasa zo'rlardan boqaman deganlar, aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa haqiqiy gigantlardan. Xo'p, yeb ishlarida muammosi yo'q, Abrorbek. Muammosi yo'q. Sizlar olishaveradi. Katta sinovi bor. Xolos. Narxi nima deymiz, Abrorbek? Narxi bo'ladigan narxni aytamiz. Shunday, ha. Barcha ko'payib ketdi. Kunam o'sib ketyapti. 74 dan berishsa 7 million 400 dan uylargacha yetkazib olib borib beramiz. Xolos. 7 million 400 ming so'mdan xudo xolasa hammasini bir joyga olgan odamga vaqtida ketaverar ekan, mana qaranglar. Haqiqatda zo'rlardan, simjunlardan boqaman deganlar, akalar bugun aloqada bo'laverasizlar. Mana haqiqatda zo'rlardan akalar. Xo'p, xudo xolasa bitta olaman degan ko'kalarim aloqaga chiqarsa, ishlaringizni bitirib berishadi mana. Soni tur bosh akalar, xudo xolasa olib tashlab qo'yinglar, bo'g'oz. Sal kundan keyin bittadan tug'ib bersa akalar, narxi 10 million bo'ladi mana. Zo'rlardan boqaman deganlar akalar. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Abrorbek, bu so'nggi partiyamizmi, yana bormi? Bu yana bir partiya bor. Yana bir partiya bor, ha? Akalar, yana bir partiya qo'yimiz bor ekan. Yerinmasdan oxirigacha ko'p bo'lsin. Turolinglar, uzoqqa narxlar arzonroq qilib beramiz. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, savdolash sunnat, bemalol aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa savdolashib, talashib tortishib olaverasizlar. Akalar, xudo xolasa biz endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi so'nggi partiya.
So'nggi partiyamizga 2 dona go'zaldan. Mana bunisi akalar qo'chqor ekan. Orqasi oldi kengligiga alohida ahamiyat berasizlar, tuyoqlariga. Bunisi urg'och ekan, Abrarbek. Urg'och. Mana buni qaranglar akalar. Shalpon qulog'idan qo'chqori ham nihoyatda chiroyli, haqiqiy go'zallardan boqaman deganlar. Akalar aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Mana tushlariga ham alohida ahamiyat berasizlar. Qo'ydi stoykalari ham nihoyatda go'zal, chiroyli. Orqa boshlari ham akalar kelishgan. Mana xudo xolasa ikki dumbasidan zo'rdan boqaman deganlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yilim tashlab qolibdi, Abrarbek. Bo'g'oz emasmi bu? Yo'q, bilmayman, bo'g'oz. Hali yoshi lekin 5 oylik. Mana akalar, quloqlari ham tegmagan, shalpon quloq variantlaridan. Shu yerda tug'ilgan bular. Shu yerda tug'ilgan, a? Kelingan qo'ylar tuqqan. Qirg'izistonda mana xudo xolasa mana o'zlarini uyda boqtirgan qo'ylar ekan mana. Xudo xolasa sotuvda. Xo'p, Abrarbek, necha oylikka beramiz bularni? Bular 4 oylik, plus minus. 4 oylik pishmisdan. Xudo xolasa akalar mana qo'yib olaman deganlarga bemalol tavsiya qilaveramiz mana. Quloqni qaranglar. Shalpon quloq. Shalpon. Mana Qo'chqor go'zal. urg'ochi. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Yeb-ichlarida muammosi yo'q, bemalol sinab olishaveradi. Bemalol sinov olishadi. Buni narxini nima deymiz? Narxini ikkalasini olishsa, do'qolasa, Ha, 11 million so'mga beraman. 11 million so'm. 5 million 500. 500 dan. Xohlasalar urg'ochsini, xohlasalar qo'chqorini olishsin. 5 million 500 dan ketaveradi. Deb joningiz sog' bo'lsa. Akalar xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa, ekrandan nomerlarga shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, xayr sunnatiga ham ozgina o'tib o'tib berasiz o'zlariga. Hamma Bo'ldi. qo'yga o'tib beraveradi. Joningiz sog' bo'lsa. Akalar xudo xolasa, hop, biza so'nggi partiyamizda? So'nggi partiya. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsa. Kelgan odamni ishini bitirib beraman, lakasilar tashlab berilaveradi. Bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p, akalar xudo xolasa, ketkizmaslarga rozi bo'lsa, hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa, kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa yaxshi qo'ylar chiqqanda xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi.